tomonidan 2024-yilda triller janrida suratga olingan hayajonga boy Qimirlama nomli film haqida hikoya qilib beramiz. Bemalol joylashib oling. Biz boshladik. G'amgin ayolni qotil manyak ta'qib qiladi. Kuchli ta'sir qiluvchi giyohvand modda tez orada ayolning tanasini falaj qiladi. Ayol falaj bo'lishidan oldin qotildan qochishga ulguradimi yoki yo'q? Eng zo'r filmlar yangi Kinochi YouTube kanalida. Biz xotin yotoqxonasini ko'ramiz. U yerda Iris ismli ayol uyqusizlikdan aziyat chekmoqda. U o'rnidan turib, birinchi qavatga tushadi. U yerda kichkina cho'ntak pichoqchasini va qizil o'yinchoq kemani oladi va telefonini tashlab tashqariga chiqadi. Ayol mashinasiga o'tirib, tong sahardan o'zining osuda mahallasini tark etadi. Iris qalin o'rmon bog' kiraverishidagi parkovkada mashinasini to'xtatadi. U katta toshli so'qmoq bo'ylab yurib, chuqur jarlik bilan tutashgan baland qoyaga ko'tariladi. U yerda daraxt soyasida ayolning shu qoyadan yiqilib halok bo'lgan jajji o'g'li xotirasiga qilinadigan yodgorlikda o'g'lining o'yinchog'ini qoldiradi. Iris pichoq bilan o'g'lining ismining birinchi harfini daraxt po'stlog'iga o'yib, eri bilan o'zining ismlarining bosh harfiga qo'shib yozadi. Shundan so'ng u jar chetiga borib, o'zini qoyadan pastga tashlamoqchi bo'ladi. Uni o'y-xayollardan Richard ismli erkakning paydo bo'lishi chalg'itadi. U suhbat boshlaydi va yoshligida beboshlik qilib mashina boshqargani hamda mashinani halokatga uchratgani va ushbu halokatda sevgilisi Xloya halok bo'lgani haqida so'zlaydi. Bu hikoya Irisni o'g'lining vafoti haqida gapirishga undaydi. Ushbu tanishuv va qisqa suhbatdan so'ng Richard ketadi. Qiz ham o'zini o'ldirish fikridan voz kechib, uning ortidan yuradi. Ular pastga, to'xtash joyiga qaytishadi. U yerda Richard mashinani juda yaqin qo'ygani sabab Iris mashinasini eshigini ocha olmaydi. Shu paytda Richard mashinalar orasida tor joyda tiqilib turgan Irisning orqasidan yaqinlashib, uni elektroshoker bilan xushsizlantiradi. Qo'l oyog'ini bog'laydi va mashinaga yotqizadi. Iris hushiga keladi va yordam chaqirish uchun aqlli soatidan foydalanmoqchi bo'ladi. Biroq Richard unga sovuqqon va yovuz yuz bilan bu ishning foydasizligini, chunki bu yerlarda aloqa yo'qligini aytadi. Richard Iris o'g'lining yodgorligiga qo'yilgan qizil kemachani ayolga qaytaradi. Iris cho'ntagidan pichoqchasini olib, plastik arqonlarni kesadi va manyakni gapga solib, chalg'itib unga hujum qiladi. Richard boshqaruvni yo'qotadi va mashina daraxtga uriladi. Iris o'ziga kelib, Richardni kamar bilan bog'lamoqchi bo'ladi, ammo manyak kuch ishlatib qutulib qoladi. Qo'rqib ketgan Iris oyoqlarini bo'shatadi hamda pichoqni qo'liga olib, manyakka o'qtaladi va atrofdan yordam qidiradi. Qotil manyak esa yovuzlik bilan ayol tomon yura boshlaydi va pichoqchani sezmay qolgani xato ekanini aytadi. Shuningdek, u Irisga 20 daqiqadan so'ng butun tanasini vaqtincha falaj qiladigan preparatni ayol xushsizligida ukol qilganini aytadi. Iris o'rmonga qochib yuguradi va pichoqchani tushirib yuboradi. Richard oqsoqlanib, uning izidan sekin yurib boradi. Ayol borgan sari tanasi ustidan nazoratni yo'qotayotganini sezadi va marhum o'g'liga sanashni o'rgatganini eslaydi. U deyarli falajlanadi va daraxt ildizlari ostiga emaklab kirib yashirinadi. Richard uni sezmay o'tib ketadi, ammo chumolilar chaqishi tufayli chiqargan tovush ta'qibchi diqqatini tortadi. Iris qochib daryogacha emaklab boradi va yog'och uslubida daryoda oqib ketishga urinadi. Daryo bo'ylab pastga katta xarsang toshlar va sharsharalar sabab ayol deyarli cho'kib ketadi. Ammo oxirgi kuchi bilan daraxtni ushlab qolib, qirg'oqqa chiqadi. U qirg'oqda o't ustida faqat ko'zlarini qimirlatib yotadi. Yaqin atrofda Bill ismli fermer ayolni ko'radi va u bilan ko'z pirpiratishlar orqali aloqa o'rnatib ba'zi savollar beradi. Bill qutqaruvchilarni chaqirishga va'da beradi hamda Irisni aravachada uyiga olib ketadi. U ayolni kresloga yotqizishga ulgurmasdan eshik taqillaydi. Ayolning cho'chib ko'z pirillatishidan Bill xavf borligini sezadi. Eshik ortida Richard turardi. Richard xotini bilan avtohalokatga uchraganini, telefoni singanini va xotinini qidirayotganini aytadi. Bill tez yordam chaqirishni aytib eshikni yopadi, ammo Richard uning ortidan uyga kiradi. Richard o'zini yomon his qilayotgandek ko'rsatib, Irisni qidiradi. Bill Richarddan tashqarida tez yordamni kutishni so'raydi, ammo manyak farzandi vafotidan keyin aqldan ozayotgan va asabiy paytida qo'l oyog'i ishlamay qoladigan suyukli xotini haqida ta'sirli yolg'on hikoya aytib beradi. Bill unga deyarli ishonib, divan ortida yashiringan Irisni ko'rsatmoqchi bo'ladi. Biroq Richardning cho'ntagidagi telefon jiringlab, uni fosh qiladi. Yolg'onni tushungan fermer Iris omborxonadaligini aytadi va Richarddan tezda ketishini talab qiladi. Manyak unga tashlanadi. Ular mushtlashadi. Fermer g'alaba qozonadi, biroq Richard poldan pichoq topib, Billni o'ldiradi. Irisning omborxonada yo'qligini tushungan manyak uyga benzin sepishga tushadi. Buni ko'rgan Iris barmoqlari bilan belgi beradi. Ammo Richard bu ovoz shunchaki eshitildi deb o'ylaydi va uyni yoqib yuboradi. U fermerning mashinasi kaliti va ko'ylagini olib uydan chiqadi. Iris polda yotgan holda jalyuzi ipi yordamida signal berishga urinadi. Richard jalyuzining qimirlaganini payqaydi. Ayolni yonayotgan uydan olib chiqadi va mashinaga o'tirib, jinoyat joyidan tezda uzoqlashadi.
Yo'lda u Irisga u tufayli birinchi marta erkakni o'ldirganini tan oladi. Chunki uning oldingi qurbonlarining barchasi ayollar edi. Richardga qizi va xotini qo'ng'iroq qilishadi va dam olish kunlariga shahar tashqarisidagi uychaga Richardning oldiga kelishlarini aytishadi. Qo'ng'iroqdan so'ng manyak Irisga uni o'sha uyda qiynab o'ldirmoqchi bo'lganini, biroq endi Irisni tezroq o'ldirish kerak ekanini aytadi. Ular yoqilg'i qo'yish shoxobchasida to'xtashadi. Richard benzin uchun pul to'layotganda, Iris asta-sekin tanasi ustidan nazoratni qaytayotganini sezadi va arang qo'li bilan kamarni bo'shatadi. Ayol tanasini ushlay olmay yon oynaga suyanib qoladi va yaqindagi bolakay va uning onasi Irisga yordam bermoqchi bo'lishadi. Biroq Richard bunga xalaqit berishga ulguradi. Ular Richardning mashinasi halokat joyiga kelishadi. Richard ortidan iz qoldirmaslik uchun mashinani tortib ketmoqchi bo'ladi. Bu paytda ayol qo'llariga kuch qaytayotganini sezadi. Ayni paytda orqadan politsiya mashinasi yaqinlashadi. Politsiya zobitiga yoqilg'i qo'yish shoxobchasida g'alati yo'lovchilik mashina haqida tashvishli xabar tushgan. Politsiyachi vaziyatni tekshirish uchun yaqinlashadi. Richard unga xotini Qaysi filmlarni yoqtirasiz? Kommentda yozing. Obunani ham unutmang. o'g'lining o'limidan keyin depressiyaga tushib, ichkilikka mukkasidan ketgani, bugun ichib mashinani urgani, endi esa u mashinani evakuatsiya qilmoqchi ekanini do'stona tarzda tushuntiradi. Ammo zobit manyak peshonasidagi jarohat haqida so'raganida Richard nima deyishni bilmay qoladi. Shu payt Iris derazani biroz ochishga muvaffaq bo'ladi. Ofitser buni payqab, u bilan bevosita gaplashmoqchi bo'ladi. Irisga asta-sekin nutq qaytmoqda edi. U pichirlab, "Yordam bering" deydi. Ofitser mashina torpedasi ustida ko'ylak bilan yopilgan plastik qisqichlar va shpritslarni ko'rib qoladi. U qurolga intiladi, ammo Richard evakuator trosining ilgagi bilan politsiyachi boshiga urib o'ldiradi. U jasadni xizmat mashinasiga tiqib, ustidan benzin sepadi va yoqib yuboradi. Ofitserning xizmat qurolini esa o'zi bilan oladi. So'ng Irisni olib, yo'lini davom ettiradi. O'ziga kelayotgan Iris unga gapira boshlaydi. U Xloya ismli qiz haqidagi avariya va o'lim voqeasini eslaydi va ehtimol o'sha fojia Richardni ruhiy jihatdan sindirib, uni ketma-ket qotilga aylantirganini taxmin qiladi. Suhbat davomida ayon bo'ladiki, Richard halokatda o'zi jarohat olgan holatda Xloyaning qanday qiynalib o'layotganini tomosha qilgan va bu voqeadan keyin qotil manyakning xudo borligiga ishonch ortgan. Iris manyakdan oilasi haqida so'raydi. Richard oilasini yaxshi ko'rishini aytadi. Iris manyakka agar politsiya uni tutsa, u qizini boshqa hech qachon ko'ra olmasligini, agar uni yo'l bo'yida tirik qoldirib ketsa, oilasiga qaytish imkoniyati bo'lishi mumkinligini aytadi. Sababi Iris manyakning haqiqiy ismini bilmasdi. Biroq Richard tirik guvohni qoldirish xavfli deb hisoblaydi. U Irisni ko'l bo'yiga olib boradi va qayiq turgan sohilga keladi. Mashina to'xtashi bilan Iris shpritsni olib, Richardning oyog'iga sanchadi. Ammo dori yuborishga kuchi yetmaydi. Richard sovuqqonlik bilan shpritsni olib tashlab, ichidagi suyuqlikni to'kib yuboradi. Bu Irisning so'nggi umidini ham o'ldiradi. Qotil ayolning tanasini qayiqqa ortib, ko'lning o'rtasiga suzib boradi. Richard Irisni bog'lab, ko'lga tashlashga tayyorlanayotganda, ayol undan oxirgi iltimos sifatida cho'ntagida turgan marhum o'g'lining o'yinchoq kemasini olib berishni so'raydi. Oxirgi marta yaxshilik niyatida Richard ayol tomon egiladi. Iris Richardning cho'ntagidagi pichoqni olib, jag'iga sanchadi. Richard avval pichoqni sug'uradi, so'ng to'pponchasini oladi. Ammo Iris qayiqni tebratadi va Richard muvozanatni yo'qotib, qurolni tushirib yuboradi hamda ko'lga tushib ketadi. Richard qayiqqa qaytishga urinadi, biroq Iris emaklab borib to'pponchani olib, manyakka qarata o'q uzadi. Richard suv tagiga cho'kadi, biroq o'qlardan qayiqda teshiklar paydo bo'ladi. Suv qayiqni cho'ktira boshlaydi. Iris esa nafasni ushlab, oxirgi imkoniyati uchun kurashadi. Bu paytda esa Richard qon izi qoldirib, sohilga suzib ketardi. Oradan biroz o'tgach, qayiq to'liq cho'kadi. To'lqinlarda faqat qizil o'yinchoq kema suzib yurardi. To'satdan Iris suvdan bosh chiqaradi. U kuchukcha uslubida sohil tomon suzib, yog'och sohilga chiqadi va uzoqdan og'ir yaralangan, ammo tirik Richardning ham sohilga chiqayotganini ko'radi. Iris qon bo'g'ziga tiqilib nafas ololmayotgan Richardga yaqinlashadi va unga hayotni qadrlashni o'rgatgani uchun rahmat deb manyakka sovuq nigoh bilan boqib, jimgina ketadi. Chunki u yashashni Eng zo'r filmlar yangi kinochi YouTube kanalida. Do'stlar, agar film sizga yoqqan bo'lsa, bu haqda fikr va xulosalaringizni kommentariyalarda bildiring.